Diana någon nu. Kan? Mama. Ha. Men tushib qolaymi yo'lda? Ana. Achim. Tushib pul yetib kelmasa, vaqtida bor qo'ydimmi? Yok men ko'zun, yo'q men ko'zun. To'kasan, merdiki. Voy miyo buni. Ha miyo chalg'ityaptimi seni? Miyo kiryaptimi uyga? O'tirmindi. Kel. Voy. Kel miyoni chiqaramiz. Kel. Ma. Yok senga miyo. Ovqatingni yeysan. Pichoq. Dishlarimni yuvib bo'ldim. Endi hozir do'konga chiqib kelishim kerak ekan, magazinga. Undan oldin sizlarga hozir makrodan nimalar olganimizni sal-pal ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa tuz badrin oldik, mayonez, bunaqa sous kelgan nima derdi, mana uni. Korot shunaqa esimdan chiqib qoldi nomi. Keyin mana bunaqadan kitob bizni 3 ta oldikmi. Keyin bunaqa razliqlar. Keyin tortga ketadigan vazelin. Yana nima oldik? Keyin banan oldik, mandarin oldik. Mana aytdim bor. Bunaqa limonadlar, sharbatlar. 3 ta bunaqa shishalidan, 3 ta bunaqa sok. Kola, fantalar unaqalar olmadik, chunki uyimizda ham yig'in bo'lganida buvalarim hojidan kelganda ham oshib qolganlari bor. Shunaqa. Keyin yana yogurt oldik. Bolalarga bu narsa shirinliklar oldik. Ularni уже yeb tugatib oldik. Ularga ko'rsata olmayman. Shunaqa. Keyin mana yerda oliviyega mana уже pishirib, archib, tayyor turibdi nimalari. Bunga endi hozir badrin, tuxum, bu narsa kolbasa. Kolbasa ham olgan, salazimlikka solingan menimcha. Keyin mana kolbasa oldik, karam oldik. Mana klubnika oldik, tortga. O'zimiz tort pishiramiz ekan. Shunaqa. Narxi yozilmabdi. 45 mingmi, shunaqa edi. O'zi ham skidkada ekan. Keyin shunaqa. Tuxum olish esimizdan chiqibdi. Tuxum oz qolgan ekan. Chiqchiq. Uzr, haligi boshida video oldim, unda gapira olmaganman. Golos ovoz beraymi ekan desam, lekin keyin gapirgim kelib qoldi hozir videoda. Shuna qilib hozir endi tuxum kerak, magazinga chiqishim kerak. Yana nimadirlar, ismaloq, oshqovoq, somsaga ketadigan yana tortga
Oliviyega, salatlarga ketadigan narsalarni olib chiqishim kerak. Ular esimizdan chiqib qolgan ekan olish. Endi magazindan olib chiqaman. Ham desa makroga olib ketgan pulimiz yetmay qoldi shekilli. Magazinga chiqib ketyapman. Mayda opadan xolodilnik quryatuvdi. Shunaqa. Mana yerga qo'yib qo'yadi. Tekin xolodilnik bo'ladi. Men magazinga chiqib ketyapman. Bu yerda ayoq. No пока no. Kraxmal. Bundan bütün. Maşın nedir? Maşından mı? Yok. Yok ben sağlar. Çok da küçük ama. Yüzge. Dibe pastı yoktu. Evet. Uyumadan oynasın. Üçe kıvaptı. Magazinga chiqib ketyapman. Kartinkani bering. Uyga kirdim. Uxlayapti. Mazza qilib uxlashyapti-kan. Men bolalardan xabaragani kiruvdim. Anisa, kichkina Jiji Maryam uyg'onib ketmadimikin deb kirsam, uxlayapti-kan hali ham. Soat 1da uxlagan, soat hozir 3:30 bo'ldi. 5da uxlayapti-da, shunga zo'r uxlaydi 5da. Katta bolalar ham uxlayapti-kan. Endi oshxonaga chiqib ketyapman. Bo'lganmidi? Ha. Ashunga xotirasiga video chiqarish. Bu Oldindan boshlayapsanmi?
Dasturxon qoqdim. Undiki, xamirdiki. Tekin nima deydi? Hozirlik tayyor bo'ldi. But mana shunaqa. Opadim o'zi yasadi. Dekisi ochilmaydi. Nima qilishim kerak? Artib changlarni artib qo'shim kerak mana kirlar. Mana. Ana bo'lib ketgan. Короче, shuni artib tozalayman. Обед. Ужин. Ужин qildik. Endi hozir mana dishlarimni yuvib bo'ldim. Endi hozir bu yerda nima yana ish bo'lyapti. Bu yerda yong'oq chaqayotgandim men. Mana keyin mandirdan chiqardik. Oralariga so'ygandim. Mana uni ham tushish kerak. Menimcha yana bilmadim. Keyin mana ayam biskvit tayyorladi. Ikkinchi biskvit tayyorladi. Mana yerda shokolad eriyapti. Ona yo'lkalik. Hozir. Mana biskvit. Tortga. O'zimiz pishiryapmiz deyodimmi? Aytodimmi? Qaror shuna qilib hozir ayam eshikka chiqib ketdi. Men bu yerda o'tiribman. Yong'oq chaqib. Uxlashib qoldim. Aşağı qarab uxlamaydi. Dumaloq bo'lib yoki bo'lmasa bunaqa bo'lib uxlaganini ko'rmagandim. Düş kerak endi. Шоколадный. Pechenye. Ortası demiştim. Halim onu yapardı. Bayıttakilerdi ya yapardı. Kaşığı da koymam sabah yedim ki. Ha, ben o üstündeki pechenye de. Şimdi şekilde. İkinci kavatını yaptık. Krem sürgü yapacağız. Kaymaklı krem. Домашний. Tun. Oliviyega. Ertaga tayyorlaymiz. Oliviya. Tuxumini archib qo'yapman просто. Qaylab 4 qavat. 1 2 3 4 mana bu bilan 5. Kulpanak. Sana ka naman ka Wah, nih, IPC mana sah, IPC juga kok mana sama dan Yig'ishtirib bo'ldim, endi bularga hozir bir pasga. Hey, jim bo'lib turish. Aqal voy.
kichkina chatir bo'ladi. Kurtkani. Mana shunaqa endi ko'rib turasizlar. Men endi oshxonaga chiqishim kerak, ayamga qarashim kerak yana. Yig'ishtirishib kirishim kerak. Переходчик. Mana чистый bo'ldi, чистый. Endi bu xonasini qaranglar. Mashinani yuvishim kerak. Menga endi sabr bersin. O'zim yig'ishtirdim bu yerda. Uyda ham yig'ishtirsam, endi gapirmay qo'yaylik. Qaror shuni endi hozir переход qilamiz. Sizlarga mazada переходni ko'rib qo'yasizlar, lekin qani bo'lmasam, qanaqa переход qilamiz? Topdim. Mana bo'ldi. Faqat mashhurni qolipini yuvamadim. Mana yig'ishtirib bo'ldi. Yuvib bo'ldim. Endi shuna qilib do'stlar, videomiz tugadi. Ya'ni bugungi kunimiz tugadi. Soat necha bo'ldi? Ko'ryapsizlarmi? Men hali bu videoni montaj qilib turib YouTube'ga qo'yishim kerak. Shuna qilib endi do'stlar, uxlashim kerak. Hozirgi nimam hozir mana shu videoni montaj qilib ertaga qo'yaman. Hozir montaj qilib olsam, uxlashdan o'rniga birpas bugun kechqurun sal 9:10 hozir 9 bo'lgan bo'lsa, 10-11 larda video qo'yiladi. Agarda hozir charchab ketib juda ham uxlab qolsam, nima bo'ladi? Ertaga qo'yaman bu video 31-dekabr kuni. Ertaga ham video olishga harakat qilaman. Agar ertaga video olsam, 1-yanvar kunlari chiqsa kerak video. Chunki 31-kuni video olsam, 1-kuni chiqadi. Hammaga xayr.